Atlas qadimiy va nafis ipak mato bo'lib, asosan O'zbekistonning milliy qadriyatlaridan biridir. U o'zining yorqin ranglari, rang-barang chiziqlari va o'ziga xos jilosi bilan mashhur. Atlas so'zi arabcha silliq, yaltiroq ma'nosini bildiradi. Shu boisdan atlas ipak mato sifatida jiloligi bilan ajralib turadi. Atlas qadimda Buxoro, Marg'ilon, Qo'qon kabi shaharlarning ipakchilik markazlarida yaratilgan. Marg'ilon shahrida atlaslarning eng mashhur maktablari mavjud. Atlas asosan bayram va to'y liboslarida, milliy liboslarda, qizlarning sepida keng ishlatilgan. Hozir ham u milliy o'zbek liboslarida hamda zamonaviy modada ham keng qo'llanilmoqda. Atlas matosi go'zallik, nafislik, nafosatlik, ayollik va beozorlik sifatida qadrlanadi.